Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin kep to'xtab qolgan yerdan davom qilamiz inshaalloh. Tavanda Ibn Malik deydi. Benim şu nasab hakkıda. Nasab yani nisbat berish. İsmning o'zini bir yerga, bir kimning o'zini yoki bir muayyan bir makonga, ya bir amalga, o'zining kasbiga Manda bir narsaga nisbat berish jarayonida yana tavanda Ibn Malik deydiki وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانصب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما إضافة مبدوعة إضافة مبدوعة بابن نوالب بابن أواب أو ما له التعريف بالصاني وجب فيما سوى هذا سبا للأول ما لم يخط لبس كعبد الأشعلي واجبر برد اللام منه زب جوازا لم يكن رده ألب في جمع تسخيه أو بالتسنية وحق مجبور بهذه توبية وبأخ أختا وبابن بنتا الحق ويونس أبا حسب الطا وضاعف الثانية من صناعي ثانيه ذو لين كلا ولائي وإن يكن كشي وإن يكن كشية ملبع دم فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعيل في نسب أغنى عن اليابق في نسب أغنى عن اليابقبل وغير ما أسلبته مقررا على الذي ينقل منه اختصرا. خوش مصنف ديدو أمده وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب مدن إيسوغان همزة yani hamz memdud nisbatki hamz memdudning so'zilgan hamzining hukmi nimalaydi? Birisini masalan oxiriga yoy nisbatni qo'shgan bo'lsak, u ism nim bo'pti? Hamz bo'ptiki, so'zilishning egasi bo'lgan, yani madning egasi bo'lgan bir hamz bo'pti. Qanday qilindi bu ismni deganda ma kana fi tasniyatin lahun tasab bir narsaki nisbat topgan bo'lganda tasnid nisbat topgan narsa uchun u nima hamz mamdudga nisbat berildi, hamz mamdudga yetkazildi, ulashtirildi deydi. Hamz mamdud ulashtirildi. Bu hamz mamdudga nisbat berish jarayonida nimaga tasniyda yoki nisbat topgan narsaning o'zinicha ulashtiriladi deydi. Masalan, hamz mamdudning hukmi nisbatdagi hamz mamdudning hukmi o nisbatdagi o hamz mamdudningki tasniydagi hukmi o'xshash demoqchi gapning xulosasi. Nisbatdagi hamz mamdudning hukmi u hamz mamdudning tasniylik hukmi o'xshashdir deydi. Masalan, hamro'a dedik. Bu nim bo'ldi? Hamz bo'ldiki, matning egsi hamz bo'ldi. Hamro'a deganda. Buni qanday qilindi deganda, bunichu deganda bunga masalan bu hamzini hamz mamdudni vaqtda vovga o'tkiladi. Qandaqki tasniydimi? Amro'ani o'zini tasniy qilsak, amravoni deydik. Vovga o'tkaydik tasniyda.
o'xshash bu nisbatlaganning vaqtni o'zimi nisbatni o'zimcha buni vovga qilib qanday qilibdi hamroviyun deyildi. Hamroviyun deyildi. Hamro adin kelimenin o'zida buni qanday qilindi u vovga yo'tkilidi deydi. Bu ta'nis uchun işte biz ziyoda kelgan bo'lsa bu muannasni bildirish uchun bu xil hamza ziyoda kelgan bo'lsa qanday qilindi bu hamzani vovga yo'tkilidi. Qandaqki tasnining uzumi vovga yo'tkaydiq hamrovoni degandek. Amma yerda nisbat bergan chog'ning uzumi bu hamza mamdudni qanday qilindi buningdagi hamzaning o'zini vovga yo'tkilib hamroviy bundoq deyildi deydi. Ta'nis uchun zoy turibdi. Ta'nisni bildirish uchun yoki ta'nisni bildirish uchun emas, bir ilhoqni jihatidan ziyoda turibdi. Bir qofiyaning jihatidan ya bir jihatda bir ilhoq bir binasiga bir o'z qo'shilibdi. Bir ilhoqning jihatidan masalan qofiyani to'shqiz uchun yoki bir ishboh bir kelimaning oxirini to'ldirish uchun mana bir ilhoqning jihatidan ziyoda turibdi bu xil ta. Bu xil hamza bu vaqt qanday desa masalan ilbo degan o'xshash bu vaqtda ikki vaji to'g'risida ilboani yoki ilbovoni agar muannas uchun zoy tug'an bo'lsa buni qanday qilindi vovga keladi amravoni degan o'xshash agar bu alif mamdud bu so'z bo'lgan hamza ta'nis uchun emas ilhoq uchun kelibdi. Ishba uchun mana kelibdi. Ya bir asldan bedel oldu. Hesab o'xshash. Aslisi wow buning demakchi de endi buni. Kisvun aslisi bu asldan bedel oldu. Bu vaqtimiz bunu ikki vaji durus. İlba ani desiniz meyli yoki nima ilba etsak meyli ilhoq uchun kelsa yoki asldan bedel olib kelib qolsa ilbai nisbat etsak bundaq o'z oldi qolsin mayli kisoi degan o'xshash agar u hamza asl bir narsani yo'tkalgan bo'lsa bunecha shu asli yo'tkalib kisoviy desak bo'ladi yoki o'z oldi qilib kisoi desak bo'ladi ya u nima uchun bo'lmay ta'nis uchun bo'lmabdi yoki bedelmi bo'lmabdi bu aslidan ammo faqat ilhoq uchun bo'libdi onun uzunu bu suratda şu ikki vaji durust edi masalan ilbai yoki ilbaviy manasi bo'ladi deydi. Xo'sh وانصب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما نسبة واجن cümlenin ki nimini o yay nispet vagen yay nispetni qo'shqil yoki cümlenin beshi qo'shqin sadraga cümlenin sadraga qo'shqin qandoq deganda masalan bir ta'abbata sharran deb qo'yibdi ta'abbata sharran bu bir cümle ki mazzi manda tarkib bir cümle ekan bu ta'abbata sharran bir odam yomonlikni qo'ltiqlab oldi degan o'xshash bu normalda bir odam bedi uribdi yoki o't bedini o'qishi yo bug'doydek mana bu narsani o'g'an bir odam ekanda etizlik berib bu odam shu ilanda bir narsani shundoq o'rib shu bedilan qo'ltiqlab turib qo'ltiq shundoq bir qo'ltiq bedilan etmayibdi buni haq ko'rib bu odam tabbata sharran yomon narsani qo'ltiq oldi deb bunda bir nima qo'yilib bunda bo'lib qolibdi bu tabbata sharran deb bir masal bo'lib bu tabbata bo'lmasa bu fe'l fe'l fa'il sharran maf'ulun bih bu bir jumlaki mazzi bir-birisiga birikib ketgan aynan bir fe'l bu bunday holatni o'zida murakkab bo'lib qolgan bo'lsa bu jumla murakkab bo'lgandek murakkab bo'libdi tabbata sharran deganda
Bunun o'ziga nisbatan esa qanday nisbat beramiz? Qayeriga tabiatagami, sharrangimiz? Yo'q. Buningki sadriga tabiatiga nisbat beramiz. Mansub sadri cümletin. Bir cümlenin sadriki evvelki cümle nisbat beramiz ki teabbetiyyun mana deymiz deydi. Teabbete şerren deyiyor. De. Ama şerren nisbat vermeyimiz deydi. Ba'le bekke de mezzi tarikada birisi irman çırman ba'le bekke. Aslı bekkeninki şehri degende bir gapken ba'le bekke. O Lubnan'daki bir şehrin ismi o ba'le bekke. Madi kara şaba karnaha degandek bir kanç bir midak nimba terkip mezzili var. Bunu o zaman mesela ba'le bekke aslısı. Bunu nispeten çağda ba'liyun mana deymiz deydi. Bekliği nispet vermeyi ba'liyun. Kudu teabbete şerrinin uzun teabbetiyun degandek. Teabbet kılı nispetlerimiz ya nispetli. Şerren gibi emez. Edzik vermeyimiz sadırga. Ba'le bekke de mu? Aslis bu kelime. Ba'le bekke. Bunun için nispetini ne verimiz gene ba'laga. Ba'liyun deyimiz deydi. Eğer hem de bu mürekkep, izafi tarikada mürekkep oldu. Mürekkep ki izafi tarikada. Ee, nispet vergen cümlenin sadırganı. Tabbata şerren degende tabbata cümlenin sadırki beşi oldu. Ve bir nesin sadırgı ki mezci tarikada, irman çırman ketken tarikada, xuddi bir isim o'xshash yug'urilib ketgan tariqada tarkib qilingan narsaning beshig'i ham bu nisbatanki ba'la bakka deganda ba'la sadr bo'ldi. Bakka ajiz bo'ldi. Shu ba'laga nisbatanki ba'lin dedik. Va lisanin tammama va ikkinchisi uchun tamom qilgan. O nisbatni cho ashna ikkinchisiga sadrga bergan demakchi deydi. İkinchisi uchun tamom qilgan. Nima ma'noda? Lisanın tamama uzran bu vatanın beytke ait mı? İkincisini tamam kıldı. Kim? O musannif. Nemine İbn bilen yoki Eb bilen başlangan bir izafetli. Mesela o vakitte mesela bir isim bir ben nispet bilmek olan isim Eb bilen başlanıptı. İbn bilen başlanıptı. Yoki o Eb bilen başlanıptı. Mandak izafetler yanında ikincisini tamam kıldı ki nispetli ya nispetli ikincisi verdi. Yukarıda onu sadır vergen ama anında aciz kalıydı. Arkadaşımız. Mesela İbn-i Zübeyir günümüzde nispetli yani İbn-i verilmeydi. Zübeyir ki Zübeyriyun manada değildi dedi. Ebu Bekir diyende Bekriyun da bana da dedi. Ya bir narsa onun için tarif var. Tarif bo'lganda ikkinchisidan tarif bo'lgan narsachu qanday qilindi vajab idofatan mabduatan idofatan mabduatan bibnin avab أو ما له التعريف بالثاني وجب ya bir narsa ki vacip bo'ldi u narsa ya bir narsa ki vacip bo'ldi tarif qilish o narsani jahtidan o narsa ikkinchisidan tarif bo'ldi. İkincisinden tunulgan narsaga qanday qilindi o? Tunulgan narsaning o'zini yoki tamom qildi deydi. Va lisanin tammama. Bu mashhurga oid ikkinchisini tamom qildi. Kim musannif. Yemine bir narsani tamom qildiki ikkinchisi uchun. O ikkinchisi bir narsa uchun bir narsaki vacip bo'lganda o narsani tunutish ikkinchisidan tunulgan. Bundaq narsani o'zicha ikkinchisini tamom qilish vojib bo'ldi deydi. Masalan, G'ulom Zaydin deganda bu odam o g'ulomni tunib olmaydi da. Ammo bu g'ulomning ma'rif bo'lishi Zaydla ma'rif bo'ldi. Zaydning g'ulomi deganda. Biz g'ulom degani ishchi, xizmatchi yoki kichik bir bola bo'lsa, bu ma'rif emas. Ammo bu g'ulomning ma'rif bo'lishi Zaydla ma'rif bo'ldi. Zaydning soyasi ostida. Ikkinchisidan ma'rif bo'ldi.
أو ما له التعريف بالثاني وجب diyor. İkincisinden tarif olan narsa aş narsa için hem vacip oldu. Nima qilish? Aş şu nisbat verish. İkincisiga nisbat verish vacip bo'ldi deydi. Nisbat bergin jumlaning sadriga va mazzi tariqada. Masalan, jumlaning sadri shu ta'abbata sharran deganga o'xshash. Mazzi tariqa tarkib bo'lgan narsaning sadriga ba'la bakka deganga o'xshash. Va ikkinchisi chunki tamom bo'lish ikkinchisi ab bilan ibn bilan ya ab bilan tamom boshlangan bo'lib izofat izofat bo'lgan narsaga izofat bo'ldiki boshlangan bu izofat ibn bilan ya ab bilan boshlanib izofat bo'lgan narsaning o'zgacha nisbat berganki ibn zubayr degan o'xshash masalan zubayriy yoki ab bilanki bakriy degan o'xshash. Ya uning uchun ta'rif ikkinchisidan ta'rif vojib bo'ldi. Ikkinchisidan ta'rif tunildi. Ikkinchisidan tonishtirish vojib bo'ldi. G'ulam Zayd deganda g'ulamni tunimaydi. Zayd tunishdi. G'ulamdan ma'rifat qilishi, tunish qilib qilishi Zaydniki qo'ltiq kirib, ashun soyis ostida endi ikkinchisi bilan ta'rif vojib bo'lgan. Shu narsaning o'zigimi nim qilgan nisbat berganki, nisbatni g'ulam qo'ymay Zayd berganki, g'ulam Zayd deydi, Zaydi yo'lmana degan deydi. فيما سوى هذا انصبا لأول ما لم يخب لبس كعبد الأشهلي. Endi biz mushu yuqorida bir necha narsani tilga oldik. Bu yoy nisbatni nag birish. Jumlaning sadrig'imi o kelimaninki. Jumlaning sadrig'imi yoki ajzig'imi degandek. Agar u jumla tariqida nim bo'lsa, birikib ketgan bo'lsa, murakkab bo'lsa, ta'abbata sharran o'xshash yoki mazzi murakkab tariqada ma'di qarab yoki ba'la bakka degan o'xshash yoki ibnullam boshlangan bo'lib izofat bo'lgan bo'lsa ibn zubayrdek yoki ab bilan boshlangan bo'libdi abu bakr degan o'xshash yoki bu to'rt bo'ldi beshinchisi nima deganda uni ikkinchisidan ta'rif qilish vojibga to'ntirish ikkinchisidan ta'rif bo'libdi avvalgisini chiqqanda bu ta'rifda avvalgisini roli bo'lmabdi ikkinchi ism bilan to'nilib qolibdi qaysi birinchisi vaqtimi ikkinchisiga nisbat bergan bo'ldik ikkinchisini to'liqladi ikkinchisiga nisbat berdi demakcha nisbatni ikkinchisini to'liqladiki masalan g'ulam zaydning shu besh yuqoridagi qoida asos bo'ladi pima siva hada degan bir narsa shu beshdan boshqasida pima siva hada bir narsa deyki shundan boshqa degani shu besh xil qoidadan boshqasida nisbat bergan avval uchun ana yuqorisi hammasi bunga ikkinchisi nisbatan bo'lgan ana sadrda bo'ldi jumla bo'lib yoki jumla mazzi murakkab bo'lgan bo'lsa sadrga inandan ibn ab bilan boshlangan bo'lsa uni nim bo'ldi uni azga ta'rif bilan bo'lsinchu ikkinchisidan ta'rif tunilgan bo'lsa ta'rif tunutquchiga unadan azga buning boshqasida nisbat bergan avvalgisiga deydi qachon birda bir o'xshib qilish bir iltibos irmon chirmoq boshqa narsa bo'lgan ehtimollik buni o'xshash irmon chirmoqdan qo'rqadigan ish bo'lmay qolib qolsa bu nisbatni avvalgisiga nisbatlagan abdul ashhali degan o'xshash buningda nisbatnicho ashhali uni nisbatlasa bo'ladi ashhali deb deydi ashhali masalan imrul qays deganda qaysiy buningda hech qandaqcha buningda iltibosdan qo'rqadigan ish yo'q bu vaqtda qanday qilganmiz deganda buni ajziq nisbatan bo'ldi qaysi imriy degan o'xshash agar buningda o'xshib qolishsin qo'rqib qilibdi o'xshib qolishsin qo'rqilganmizda qanday qilindi desa agar
labsin qo'qilib qilib qolsa, uni sadrni 5 nasib qilib, u nisbatni çok uni oxiri borimiz endi. Abdul Ashhal degan o'xshash. Abdul Ashhal deganning o'zida qanaqa qilganmiz bunaqa bu nisbatni Abdug'amay Ashhal borimiz deydi. Mesela Ashhali, Qaysi degan o'xshash deydi. Buningda Ashhalsa boshqa bir odamga bog'im bo'lsa kerak buningda. Abdul Ashhal deb qilib qolsa, bu nisbatni agar Abdug'urib qilib qolsak, boshqa bir nima bo'lib qolganda bir iltibos shaklida qolib qolgan. Bu holatda o'zi faqatlam buni agar iltibosni qo'lqilg'ash bo'lmay qilib qolsa, buni 5 ko'ramiz. Imrul Qays deganda Imriy degan o'xshash deydi. Agar qo'rqib qilib qolsa, qanday qilindi? Onun azga keyingisiga nisbat berildi deydi. Xo'sh, basın qo'rqib qolib qolsak, uni sadrini az qilib, ajzini qoldirib qo'yib, azga nisbat berildi. Abdul Ashhal deganda Ashhali, Abdul Qays deganda Qaysi deb bunday. Vecbur birad lami minhu huzib. Vecbur birad lami ma minhu huzib. Cevazinin lem yekuradduhu ulib. Hem de onun bir ko'ngil xotirasini tang'in. Bu kelimenin bir ko'ngli evag'in. Mesela o kelime ikki harfli kelime ekan. Yed o'xshash. Ne bilan ko'ngli evag'in? Ikki harfli kelime bo'lgandan keyin bu mesela aşağıdaki nemin için lamның muqobilida kelgan aslida lamның muqobilida kelgan harfni qaytirib turishdan uni ko'ngil xotirasini bir elib olgan majbur biraddillami bir narsaga unidan asli hazb qilib ketgan. Masalan yadin deganda aslisicha yadayun demakchi deydi. Yadayun bu o'zining qisqalik vaqtmay bu kelima. Bu xuddi uzunga o'xshash buning oxirgi yo hazb qilib ketdi. Uning uchun biraz yerimchiq bo'lgan buning nisbatan yad degan kelimada. Bicak 4, 5, 6 rıfbası maklumunu elvası mı, yazgıvası mı? Bu yedeyun diyen bir aran 3 harfli kelime. Bu şunda kısa bir kelime. En ahir Arap'tan kelimelerden en şu asası 3 harf koyam de. Usulü salasel gel şöyle 3 harf. Asasıymış 3. Hem bu kıskalık yetmeyliğinde ya hem yazgınıp gitti. Yedeyun desin yedundan. Müşün biraz yerimşik olgan bu yadunda. Benim de bu şunda ben kıskı tutsam yenemenden yeni yunup bu yanımı ele aldı o degen kurşuz. Bu anlatımızda muşu lamның mukabilindeki azib kılınıp ketken nersinin üzerine kaytırıp birişler onun köngül hatırısınca jabir kılıp tengip koygan. Yedun aslisi yedayun de bunu nispet olgan bolsak yedayun dep mıdak ne deymiz nispet bir jarayoni şu yedaviyyun buna nispet verimiz deydi yedaviyyun deb anınki yasını hazb qilgan bo'lib va hazb qilingan yadan vavni asl keltirgan bo'lib ya hazb qilingan vavni o'rnida yedaviy deb yoki o yaga yani vav qalb qilgan bo'lib anınki ya nisbatni ekkigan bo'lib yedaviyyun buna deymiz deydi. Cavaz tariqida bunun mecbur yani onun biraz ko'ngil xotirasini tutib olgan uning sunuq ko'nglini tingib qo'ygan qanday desa enangdan azib qilib ketgan lamning barobaridagi mahzubni qaytirib ekib berishlan qachon qayerda nisbat berish jarayonida javoz tariqada agar qanday bo'lmasa uni rad qilish buni tasni yoki tasniniki bir ism sahih yoki jamisida yoki uning tasnisida tashiniki ichki jamisiki vovnun bilan yoki yonun bilan mana jami qilish jarayonida yoki
tasniyki masalan uning kuchi elipi uning kuchi uni qaytirish ularninki muqobilda bo'lgan narsaning o'zini qaytirib berish ilpatlangan bo'lmasa uni qaytirish ilpatlanmabdi ko'ndirilmabdi ko'ndirilmabdi masalan tasniy qilish yoki jami qilish jarayoni uchun u narsani o'zini qaytib berilib asliga keltirilib ko'nmagan bo'lsa uning o'zini ixtiyoriy holatda nisbat qilish jarayonida mayli u vaqtda u g'amni qaytarsak bo'ladi yo g'amni muqobili kelgan vovni ya'ni qaytarsak mayli rad qilsak yoki tark etsak mayli deydi masalan yadani degani shu yediyun desak yoki yadaviyun desak mayli chunki buning tasnisida yoki jami qilish jarayonida buni qanday qilgan buni hammasini bu mahsub bo'lgan narsani qaytirib unuga ilpatlashmagan ko'nmagan masalan yadini tasvir qilganda yadayani demaymiz yadani deb jami qancha uchun yaduna deymizda yadayuna demaymiz yadayani yadayuna deb bunday ko'nmagan bunda ko'nmagan maholatning o'zida bu yadani deb kelgan yaduna deb kelgan maholatning o'zida javoz tariqada bu nimne mahzub ketgan narsani ya'ni lamning muqobilida kelgan mahzub ketgan mushu narsani qaytirib berish bermaslik javoz tariqada ixtiyoriy holatda mayli uni hisobini javob durust onu qaytirib akasam mayli qaytirib akamay ularni tark etish umi durust lamning muqobil kelgan narsa qaytirib berish rad qilish umi durust yoki lamning muqobili kelgan qaytirib rad qildik masalan yadunda dedik yadunda tasvir qilsakchu yadaviyun dedik qaytirib keldik u lamni tark etdik lamning muqobili kelgan narsani rad qilmay tark etdik nima dedik yediyun deb bundan so'ng mayli deydi u javoz tariqada endi bu onunki tengilgan narsaning haqqi mushunlan kamilishdir haqqu mecburin bihazi tevbiye bu kamil tengilgan narsaning haqqi bu narsa masalan ne bo'pti olsa tasih bir sahiyning o'zining ichki jamisida mayli o sahiyni uchun jami qilib ichki jamisi deganlikni o'zi ropi yani vovnun bilan yoki yanun bilan bo'libdi yoki tasniyning o'zida yanun bilan alif nun bilan yoki yanun bunday bo'lsa bu nisbat berish jarayonida buni qaytarish vojib va yoki uni uchun rad qilish uni majbur deganlikni o'zi majbur degan uni sumkaga ya'ni tengib qo'yish bir qator ya'ni shu o'zida azb qilgan shu ya'ni o'zini uchun ya'ni qaytadan ekib tengib qo'yish bu kalimani kamil qilganlik deydi masalan abin va ahin dedik har ikkisi nima bu ismga ikkar qism bo'ldi bu ab dedik buning o'zini nima deymiz abaviyun ahaviyun deymiz deydi çünkü bununki tasnisiçu abavani, ahavani, ahavat deb bunu tasni cemi qilish jarayonida bunu qaytirib ekilish eng loyiq bo'lgan. Arguz mesela abunni tasvir qilmoqchi bo'lsak, abani demaydik, abavani deymiz. Ahni tasniq qilmoqchi bo'lsak, ahavani deymiz. Uxtini masalan cemi qilmoqchi bo'lsak, masalan ahavatun deymiz. Demek bu nasıl tasniy yoki jami qilish jarayonida buni qaytirish loyiq değil. Asla buni qaytarmay bo'lmaydi bu nimani aşağıdaki mahsub ketgan lamning muqobilida mahsub ketgan narsani o'zini qaytirish loyiq değil.
Muşunun bilen, muşu kaydı mahsup ketken nesinin üzerine kaydırıp ekbirişlen, yani bu mecburlangan nesinin hakkı muşunan buladı ki tınılgan nesinin hakkı. Ay sun ketken, ay kelimeninki bir lamның mukabilda, lamның barabırdaki, yani üçüncü harfinin barabırdaki çık ketken nesinin hakkı, aşı çık ketken nesinin ki üzülen kamıl olur ki onu nispet eden çağda onunla ekilişlen, çıkıp ketken narsani, avatgan narsani qaytırıp ekilişlen kamil olurdu ki, abdenim deykemiz vaqtda abaviyyun deykemiz. Onu abiyyun deyil olmaydı ki. Qandaki yedde, mesela onunki qaytırıp ekiliş, o dememezdi, bundan burun tasni cemisi de köngenemezdi. Yed, mesela onu şuna tasni, nimqancaqda, ona tasni suçu yedani, mana deydik da, yedayani demektik. Aslında yani ekenmegen bana. Buna ekip könmegen. Buna tersine nispet ögen çağdım çoğu. Ben ihtiya kılaylı onu 7 sekm oldu. O yağı nispetine terk edip. Ya ki uçup ketken yağının üzerine, üzün yağsını. Kanda kılıp onu red kaytırıp bırıp 7 sekm meyle. Ya ki onu terk edip 7 sekm meyle. Bu ondak. Ama o yani kaytor birişke tasni cemisida kaytor biriş könmegen misal ama o qaysı yed ibn degende. Ama ab ah degende bunun da tasni ve cemi qilish jarayonida buningki lamning muqobilida kelgan mahzub bo'lib ketgan narsaning o'zini qaytirib birish bilan jabr qilingan tang'ulug'an narsa demak tasniy jami bo'lsa onun üçüncü lamning barabar kelgan uchinchi harf illat bu albatta qaytirish odat bo'lgan qaytirib uni tengish odatlangan nima deb abda abavani deb biz abani demaydik Ahta ahane demeydik. Belki ne deydik? Ebevani, ahavani de muşmuşuz tanıttık. Ahavat da mesela, biz ahat demeydik. Uhtu da cemiyen bulsak, ahavat deydik. Ahavat demeydik. Demek bu yeri çoğu ahat demeydik. Ben vav keletti. Vav keletti. Bu mahsup olan nesne aş mahsupla kaytırıp ek görüşlen ne buludu? Kamil oğum buludu dedi. Ve hakkı mecburin bihazin tevbiye. Tenilgan nasının hakkı mecbur. Yani onun tenilgan nasının hakkı aş tenilgan nasının üzerinden kamil buludu. Demek muşuşuz eb uht uh ab ah diye o'xshash kelimalarning o'zini nisbat bermoqchi bo'lgan bo'lsak yoki nisbat ekkamoqchi bo'lgan bo'lsak eningdagi mahzub bo'lgan narsani o'zini qaytarib berish bilan komil bo'ladi ism mukammallashadi agar uning tasniy va jamisi uchun uni qaytarib ekilish ulpat bo'lmabdi qaytarib ekib berish kelmabdi ba'zida qaytarib ekibdi yadami debdi masalan yadani İbnani degan o'xshash. Mana bunada ya hasb bo'lgan narsa ekanmidi. Yadayani, ibnayani demadik. Ko'nmabdi buni qaytirib ekilib turish, ulpatlashmabdi. Ma'noning o'zida o yani nisbat degan chog'da qaytirib ekarsak bo'ladi. Yadayi nimda yadaviyyun deb. Yoki yani tarkib qilsak bo'ladiki, yadiyun bo'ladi deydi. وبأخ أختا وبابن بنتا الحق ويونس أبي حزقتا أمد أخنغا أختني ابنغا بنتني قشوتكن yukarıda kandaki ah ve ibnin üzülgerinde ah ve ibninki biz ona misal verdik. Ah ve ibnde. Mesela ibn da tesniye cemi kanda ibnun degende meyli o mahsup ketken narsının özüne qaytırıp ekersak mı bo'ladigan, rad qilsak mı bo'ladigan. Rad asli qaytırıp esan bo'lgan.
Ya bunu aşpet terk etmesem bol, ekemsem boladigan. Tasni ve cemi qanchaqda. Yadani, yaduna degan o'xshash. İbnani, ibnuna degan o'xshash. Ya onuga yadayani desem bo'lgan. Ammo bu qaytib akishga loyiq emas. Bu formulasini tushungan to'q. Ma suratimizda rad qilishmi durust, joy nisbatni da uni tark etishmi durust. Yadayan desem bo'ladi, yadiyun desem bo'ladi, yadaviyin desem bo'ladi. İbniyun desem bo'ladi, banaviyin desem bo'ladi degan. Demek bu uht bilan ibninki bu nimniki uht ve bintiga ahqa uhtini qo'shayotgan. Ay ahning o'zi kelganda buni tasniy va jamisi qanday qiladi? Buningda ah va uhtida tasniy va jami qanchaqda buni mahsub qaytadi. Ahavani uht nima deb ahavatun degan o'xshash mahsub qaytadi. Ah ve ibnida. Ah ve ibnida. Ah ve ibnida. Qanday qiladi? Ah ibnida. O yay nisbatni qaytirish qaytarmaslik ixtiyorlik deydi. Har ikkisi durust. Ratmi durust? Yay nisbatni qaytirish durust. Yay nisbatni tark etish durust. Qonunda ibnida. Masalan ibniyun, banaviyun. Bunday qilsak bo'ladi. Qaynisak mayli edi. Onun da yay nisbeten ekersek mayli, aslında qaytırıldı. Terkesek mayli. Ama nime de söylediğinde ma uxtu da biz ahqa uxtuna nim qildik qo'shyaptik. Ahd qandaqdi? Ahdda faqat bunun tasniy jamisida asl mahzub ketgan vav ya nisbat qaytariladi. Ahdda. Nima deydik? Ahavani deydik. Demek bu uhtun uzunu aşağıdaki vav kaytırılıp vaktim dildo nispet oradaki uhtaviyyun mana dildo değil. Çünkü ahtın üzge yukarı bir okan aht için uhtunu koştuk. Ahtın üzde vav kaytışı lazım değil. Çünkü nispet belge çağda. Çünkü onun tasniy lakin cemisi de vav kaytattı. Ebevan, ahavani diye olmuştur. Demek bu ehta bu uhtini qo'shayotgan lekin demek bu uhtning o'zgimichi vav qaytidi uhtaviyyun degan o'xshashdir. İbniga bintini qo'shayotgan. Yuqorida biz ibninki haqida dars qildik. Yad va ibnidir. Buningda yaning qaytishmi durust, ya rad qilishmi durust. Bu yana tark etishmi durust. Chunki uning tasnisida qaytib ko'nmagan. Lem yakun radduhu ulib yaşıyor. Qaytib ko'nmagan. Anda o'g'ach buning uchun bu suratda uni nisbat bergan chog'da bu ibnning o'zigacha ya'ni ekkilib nima deb masalan banaviy asli ya banaviy vav asli ya bu vav bu yani vav deb banaviy deyaptik. Yani demek asliga ek rad qilsak mayli degan. Yoki aslan tark etsang mayli, yani ekamsak mayli degan. Yadi nimda ibniyun deb. Banaviyun yoki ibniyun deb. Demek biz bunu qaysini bu bintni ibni qo'shgandan keyin buning o'zini ya buningdagi binti yunsak mayli yoki bintaviy yunsak mayli demoqchi deydi. Ahqa qo'shayotgan uxtini va ibniga qo'shayotgan bintini deydi. İmam Yunus adam qanday qildi desa, bu Yunusning mazhabi olsa buni o'z nafsiga nisbat berildi. Buning hech qanday qilmaydi. Buni g'alati uhtiyun bintiyun mana deymiz. Aslidagi mahzub bo'lib ketgan yani ekkilib u yani vav ketib uhtaviy qilib vavni yav ketib uhtiy qilib mana degan gap yo'q deydi. Unda qilmaymiz. Masalan uhtini o'zini uhtiyun deymiz, bintini o'zini bintiyun deymiz. Buning uchun chiqsin nafsiga nisbat berildi, ya nisbat ne deydi? Bu shuatgan ahni
Uht, uhtini, Kuşvat'ın uhtini akka. Bintini İbn Kuşvat. Ama İmam Yunus yerden unumedi bu İmam Yunus yerden tane ezbetişini unumedi ki tane ezbunmay aşbet keltirimiz ki uhtiyun, bintiyun deyimiz. Başkalarının mezhebinde bu tane ezbun suvarken de değilken ahaviyun, beneviyun deyilken. Andaki İbni Kandek Ehaviyun Beneviyun mana deyken top ama bunun İmam Yunus diyelim biraz iltibasın okşup kılıştığın korkup kaldı mı kana bir kız oğul bunun kardeş sınır ikeligirki ahlın uhtu İbni bin arlık parkanda arlı taas kumkası dep kaldı mı şimdi iltibasın biraz ictinap kılıp namkambası gerek ta az kılınmaydı. Ta öz lebsün suyutulan nispet verildi o. Ta az kılınmaydı. O dedi. Yunus, olmadı Yunus. Değil ki? Ta az kılınmadı. Hoş. وضائف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي hem de ضعيف مضاعف ثلاثي yani harfini çıkıp okuyor. İkinci harf ne? Gayet sen min sunay. Mesela iki harf olgan bolsa min sunay iki harften iki harflik ismin bolgan bu ismin ikinci harfi jo daif. İki harf okuyor. Mesela kem dedik. Kem. İki harf oldu. Onun ikincisi muzafın ki kemmiyun. Bunlar değil değil. Kemmiyun. Onun ikincisi yani mim Linnesi. Linnesi onunki ikinci harfi ve onun ikinci harfi linnesi olan olsa o la ve la'ya okşaştır dedi. İki harfi olan isimnin ikincisi muzayip kılgen ve o iki harfi olan isimnin ikincisi yine leyn o med yani illettek yumuşak harf eksi olan olsa Ee, bunun kadar degende bunu zayıf zaafın o leyinin üyesi olan ikincisi muzafın bu çıkarıp kısmı ikincisindeki leyinin eksiti ikincisi. Tabii biraz diyeyim var. Muzafın çıkarıp ikinci harften çıkarıp kısımdan kem okşaş. Onu durduk. Kemmiyun diyenlerdi. Ve muzafın o şikayetinin ikincisini hem o ikincisi ve zulinin ikincisi olsa lin eksikti. La da dokunuyor. La yumuşak harf oldu da la'yı da dokun. Onun hem şundak yumuşak harf oldu. Yani yumuşak harf olmasa bunun ikinci harfine hem muzafıkın değil. Mesela demek çok ne? Şikayet kısım ne? Nispet verilmek çok olsa. Şikayet bas. Üçüncü harf. Bu ikinci harfi ya harf sahih oluş lazım ya harf mu'tal oluş lazım. Akayda kararlı. Eğer harf sahih olan olsa bunu tanıyıp unuduruz. Adamı kazanıp unuduruz. Harf sahih olsa kem diyormuş. Kem sahih oldu, çıkarıp oldu. İkincisi muzafı sahih meyli ya muzafı sahih meyli. Kem de leykemiz kemilyumdu. İkinci harfin manada kemilyum degende muzafı mı dok? Yani nispeten ekbol bas. Kemilyumdu. Kem gelsin. Arabistan'da. Muzafı mı dok? Kemilyumu dok. Kada kıldık. Muzafı kıldık mı? Budur. Kaçan harf sahih olmaz. Hoş. Kaç harf sayı olsa ikinci harfi. Harf sayı olmaz. Eğer bu ikinci harfin harf muhtal olmaması onu tabi etmesi lazım. Lev da mesela levviyyun da bize. Levviyyun. Diyelim koşmuş. Lev. İkinci harf oldu ya. Harf muhtal oldu. Lev. Va.
Buni tabiiy qilish vojibga nisbat berganda laviyyun deyildi o deydi. Agar bu ikkinchi harf endi elif bo'lib, masalan, la o'xshash. Sanihi zu linin kala va la deyildi. İkinci harf elif bo'lib, la deyildi o'xshash. Buni hassillashtirildi, muzaat qilindi. Yani chiqarib bir jinsizdan qilindi. Nimda laiyyun deb. Laiyyun. Bir adam baka ismi la deb. Bu vaqtda onun nisbati olmasa şu laiyyun. Mana degan. İkinci harf la deganda elif bo'ldi. Bu ne muzaat qilindi bu elifni. La deb hamsini. Hem bu ikkinchisini hamza o'tkildi bu vaqtda. İkincisini hamza o'tkildi. Biri chiqarib bo'lgan bo'lib, ikkinchi harf alif bo'ldi, la dedik. Buni zab qilgan bo'ldi, bunda bu elifni nimiz kelgan bo'ldi, la deb. Bu ikkinchisini hamza o'tkildiki, o vaqtda lai bo'ldi. Lai. Lai. Gay nisbata keldik, lai bo'ldi. Xo'sh, muzab qilgan ikkinchi harfni chiqarib bo'lgan ikkinchi harfni muzab qilgan. Xo'sh, bunga tugidi kam o'xshash. Buni da ikki vajidamiz. Muzab qilsak mayli, kamiyun, kamiyun deb. Yani muzab qilsak bu kamiyun olsun mayli. Qachon bu ikkinchi harf sahih harf saylanmasa, kamgina harf saylan. Hamda onun muzab qilgan uni ikkinchisini. Bu çıkarıklık kelimden ikkincisi muzaf kılıyor. Ki o ikinci harf sayısı lin'nin eksiydi. Yani harf muattali, yumuşak harf. Yani bu ayağın ibaret. Okşarlar. La okşaş. Onu vallahi okşaş. Yani manada kanda kıldı okuyada la'nı la'i dedik. Ve hemzin çoğu la'i. Mesela ikkinchi harf elif bo'ldi. La deganda. Buni ikki mudab qildik. La uzun bir elifi la deganda. Yeni bir muzab qilganmiz bo'lgach, la elifi bir qilgan bo'ldi. La degandek. Bu ikkinchi hamzani, ikkinchisini hamza o'tkirdik. Bu elifni hamzaga o'tkirdik. Vaqt ne bo'ldi? La avanda la avanda la yani nispeten geldik la iyi oldu. Ama bu şu nemine muş hemzinin üzerine la iyi degen hemzinin üzerine yani muzayapte asıl muzayap kalık için elip testi. Bu elip ne? Hemz olan bu ikincisini hemz götürdik la iyi olan. Ama bunun üzerine şu bu hemzinin vav geçken duruz ki la iyi uzun lavi dişken duruz. La olmuş ki bunun da lavi Yusuf Aleyhisselam'daki aksının ismine Lavi de koydu var. Bundan da ise La inozda Lavi hem diğer ise değil. La ve Na'ya oluşmuş değil. Hoş. Ve in yekun keşiyetin melpa'adim cebruhu ve fethu aynihil tuzim. Ve eğer boğan olsa pası yok olan neyse şiyetin oluşmuş. Veşa yeşi. Veşa gül çekti. Veşa gül çekti gelmeli de. Nakş, dışarısı, belekleri ya, yemin. Yeşil, vaşa yeşil. Onun muzarı şu şiyet çıkıyor. Vaşa yeşil şiyet. Pandak mesela misal vavi olan olsa onun mestere fiil vesikelde. Mesela vasebe yesibu sibetten mesela. Vaha yehi ne? Vehebe yehibu hibeten. Vaşa yeşil şiyeten. Pası okap gitti. Eğer bombasa pası yokap ketken neyse. Şiyeten asli vaşiyende ama vaşatte bu pağını hesaplı kılan orada tane ivize aldık. Teşvi aldık. Pası yokap ketti. Eğer bombasa pası yokap ketken neyse. Mal pa adam diyen çoğu
bir narsaga posi yo'qolib ketgan narsa shiyatin o'xshash, sibatin, hibatin boshqa o'xshash bo'lsa, onun cebrisi lazım tutuldu. Onun cebrisi çok lazım tutuldu ki yana onun cebri kılıp kanda kılgan bulduk degende onun cebrisi lazım tutuldu ve onun aynının kathisi hem lazım. Cebrisi diyelimizde aşı yok ketken nesne asli ekkiliş lazım buldu. Mesela bana deymeyiz degende mesela idah degemizde bu asısı. Mesela var bana misal göreyli. Mesela bir pası mahsup olan bir isim nispet verildi. Bu ya lam sahih olan buludu ya lam kesel olur. Lam sahih olan olsa onun mahzup kaytırılmaydı. Mesela vaada ya'idu denço idetun mesler çıkıyor. Vaada mazi ya'idu muzar ideten mesler. Sıfat yok. Vasapa mazi yasifun sıfaten mesler. Çünkü bununki lemi sahih oldu. Lemi sahih olan çağda bu baştaki mahzup etken vav kaytmaydı. Mesela idatun için idiyun devrimizi. Sıfatun için sıfiyun devrimiz. Kaytmaydı o. Kaçan anınki nimiz kaçan lemi sahih olsa. Vaade. Yani Allah'tan beraber gelen nerse dal. O sahih oldu. Vasafa. Allah'tan beraber gelen hem sahih oldu. Onun da nispet veren çalışıyor. Onu o mahzup etken nesne kaytırılmaydı. Öyle cebir kılınmaydı. Cebir lazım emez. Onun köngül hatırısını kutuveriş lazım emez. Vay manası destek evagan tok. Vay men ma kayıt edin man ekelde happım man diş lazım emez. Kaçan lemin sahib olsa. Ayda siper demiştir. Bu nispet ve sakındakimiz idiyyun sıfıyıldı. Kaçan ve kayada onun cebrisi lazım buludu ve aynının patis lazım buludu degende eğer aş şu isminki şu lemi sahih olmay bu lam mu'tal kaptı. Mesela şiyetun degende ve şayeşi şiye. Vaka yaki kiye. Ve şayeşi ve şah. Bunun lemenin oldu, mu'tal oldu. Vaka yaki hiye. Vaha yehi hiye. Mı oluşur? Lemi mu'tal oldu. Bu vakti bunu çok nispet veren çağda bu mahsup etken vavunun üzerine kaytırıp ekilip onun köngül hatırısını biraz esik getirmemiz değil. Ona qat'iy qanday qilish etkilish vacip deydi. O tizilmagan vacip bo'ldi. İmam Sibey'nin qarshida. Ve onun aynının patisi hem nim bo'ladi, aynının patisi hem vacip bo'ladi. Mesela şiyetun deymiz de, vaşa yeşi, şiye. Qanday qiladi vacip bo'ladi, İmam Sibey'nin qarshida onu tatbiq qilish, qaytib ekilish. Mesela ne diyordu? Şiyetun diyenin uzda vaşa yeşi yani eyni mu'tal oldu. Pasa mu'tal vaşa. Eyni hem mu'tal. Vaşa eyni mu'tal olup kapasa onu kandakımız aslı bu vav bat edip durup vişeviyyun deyimiz dedi. Vişeviyyun. Buna nispet versek şiyet ne? Mesela nispet versek şu vişeviyyun deyimiz dedi. Vişevi. Çünkü a pa nasip etken pası pa yok olғанды da yok olғандығында оның әйні леми hem орталық уақытта pası hem yok kesse әйні hem ağırlık kesel olsa onun üstü kapılık yerimçik su yerimçik olup kalır da ondan sonra biraz köngül hatırsın tengep ama pam bolsa ama ahire kesel bolsun o harbutup muhtar naqs tutup bunun her makul ma hiç olmasa yok ketkenim bolsa asli keltirip bireyli dep qanday qilamiz bu şiyeten mastarning üzündeki asl vaşati bunun mastarninki asli qaytib vişaviyun mana deymiz dedi vişaviy deymiz cebrike lazım kılındı cebrniki asli masuk etken harfni qaytib ekberimiz ve onun ayniki şimdi aynı asıl vaşa olgan ekan
Vav pa'nın beraberinde, şin eynin beraberinde, ya lamның beraberinde demek. Şin nime bu yerde eyni. Buna eyni patiyokuz hem lazım oldu ki vişe ve yun. Herkes bunu da şiyeten degan mastarni zirti, ama nisbat olganda yani zirpirtida nitayli ki vishi ve yun demaymiz deydi. Onun eynining beraber kelgan harfni qanday qilamiz zavar o'qiymiz ki visha ve yun deymiz deydi. Şiyetini nisbat qilishgan bo'lsak visha yun. Mundaq deydi. والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. Sen eğer bir narsani, birni, e, mufradini, vahid degan ma'noda mufradni zikr qilgan. Bir jam'iga nisbat bo'lgan holatda, jam'iga nisbat bo'lgan holatda. Masalan, bir jam'i ekan, paroiz degan o'xshash. Sig'mun tarjima tariqa degandek, paroiz, masojid, madaris degan o'xshash. Bu jam'i ekan. Bu cemiyini qanday qilamiz? O'z oldi qilib qo'yamiz. Paroiz degan bu jamining o'zini nisbat bermoqchi bo'lsak, paroizi demdi yo'q. U ashbat qilib onun mufridi birligini tep ekilib, o nisbatni shu birligi paroil demay, parodiy mana dildo deydi. Mufridni, vahidini zikr qilib vahidni bir jamiyinin nisbat bergan oldi. Cemi için nispet örgen oldu. Bu cemi nispet örmen, cemiye nispet örmen desem, onun muprirligini, birligini, mupridini keltirip nispetini mupret vergin ki paraiz oluşur. O nispet örmek için paraizi demek paradi. Onu da nispetini mupret vergin. Yani nispetini mupret vergin der. Eğer anda olmasa illa müşabih vahiden bil vadi. Az koygan çağda vadi kuyiş jarayonida koygan vaqtda bu mufratkicho bir nim bo'lmasa shart shu. Buni hech qanday bir mufratga qo'ygan chog'da bir vahidga bir o'xsh yo'q ekan. Bu mufratga hech bir o'xshamaykan. Qarabaqsiz mufrat ana. Ansar degan o'xshash. Ansar desak-chu bu bir alamning o'rnida. Vay alamning o'rnida aqdir. Ansar. Bir adamın ismi bo'lgan bo'ladi, ansar deb. Ba'zi bir qarindoshlar o'zim sinflarına ansar degan güzel isim bilan men bilsam, aynan bir isim qo'ygan bir ishon bor ansar, madrasatul ansar deb. Maşallah. Anga o'xshash buning uchun buning bu birlikka qo'ygan chog'da vadi qilgan chog'da bil vadi yana shu qo'ygan vaqtda bir birlik o'xshaydigan bir narsa bu o'xshamabdi bu. O'xshamaydigan sharoitning o'zida bunun asli mufradiga nisbat vergan deydi. Paroid, parodiga o'xshash. Agar uningga nima bo'lib qolsa, uningga o mufradiga bir voidga o'xshash tepilib qilib qolsa, u vaqtda u nisbatni qanday qilindi? Shu jamining o'ziga berildi. Lekin o'xshash tepilmay qilib qolsa, u vaqtda bu nisbatni mufradiga bergan parodiga o'xshash paraizni nisbat etmoqchi bo'lsam, jamiga nisbat etsam. Ansar desak mesela bunu nima deymiz? Ansari deymiz. Enmar desak enmari deymiz. Yalnız bu alamning o'rnida haqiqiy alam bo'lmasmi? Alamning mulhaqatlari, alamning o'rnida oqadigan ismlar. Ansar, enmar, enbar degan o'xshash. Masalan, ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. Emdi failin degan isim bilan va faal bilan va fail bilan nim bir jarayonida bir nisbat berish jarayonida yani yodin behojat bo'ldi dedi. Yodin behojat bo'ldi, yo keltirilmadi. Buni qabul qilindi ham. Mush yani keltirmaymi? Qabul qilindi. Nima deb masalan ko'pincha vaqtda nisbat berish jarayonida uni yosidan behojat bo'lgan ishlar bor. Mesela bir isimli aşkın faillerine nispet verişler. Mesela tamir deptuk, xomiçi, labin deptuk, sütçi, temirini tamir nispet alır. Leben için labin de, tamir sütçi. Yani biz
e, temeriyun, lebeniyun değil mi eylemla? Tamir de yani nispetin temeri de yani nispet yani keltiriştin bir ecet oldu değil. Labin, sütçü, lebeni de onu çok yani nispet keltiriştin bir ecet oldu. Hem bunu kabul kılındı ölmalarının örpüde değil. Mesela tamir genço hormona eksi demek için labin genço sütü eksi demek için değil. Onun faal üssü kurulgan bina bilen hem mesela bir kesipte köpünce bir herpetme bir kesip bukan olsa bakkal, habbaz, eniço, haddad digendek. Eniço digende mesela tabbah digen okşaş. Onun faal üssü kuruluşların hem bir yerdeki yadın hem bir hacet olup geldi. Bu iş küpünce herpet olsun da herpet de biner kes bir işlerde bunun da kandak olduğu degende yay nispetten bir hacet olup geldi. Mesela bakkal deptik. Bakkal, setçi daim elim setim kıladığan meyve bakkalları, saykötü bakkalları ve başka arkal bakkallah süpermarketlerinde kazanırken tallah vazirinde bakkal. Bazzar, bu mu şu şundak, bazaçı degендek mi? Ve bazı bu al, mesela çoğu, aynen, mesela bunda bir nasıl ilgisi degендek men muhturdu değil. Ma rabbuke bi dallamil abid yani dallam, her zulümle ilgisi emez. Demekçi değil. Ben yadıma çoğu dallam da ya nispet kemmede. Şundakta bu ya nispetin bir hacet oldu değil mi? Al degen veznin üzülen. Yine çoğu yay nispetin fail degan vazni kelib qolib qolsa ham bu yay nisbatdan qutulamiz. Yay nisbatin kemmay kelaveradi. Masalan, rajulun taimun degan çoğu rajulun taimiyun demesin bo'ldi deydi. Yani rajulun sahibi taamin demekçi deydi. Rajulun lebisun deb fail vazni. Rajulun sahibi libasin kiyim-kechak egisi degandek bo'ldi deydi. Muşun okşaş bu demek paillen, pakvallen ve paillenço yağa nispet biriştin bir hacet boldu. Nispet birişte bir hacet boldu. Muş yukarı veznele yağdın bir yazıt oldu ki pekubil hem bunu kubul kılındı. Başka ölmalar, nuhat nehi ölmalar tarafından boludu dep bunu var mısır birdek kubul kılındı, itiraf kılındı. مثلا كنت ده الشعر ده لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن ابتكر من لست بليلي من keçi olgadım emas leyli ولكن نهر lekin men dostum nehir degan çoğu naharının ki eksine sahibi nahar yani künze kündüz men pırsa cınslık adam men demek ki boz gerek ولكن nehir sahibi nahar demekçi de مش نوشش La udlicu leyle velakin ibtekir. Ben gecede yollanmayım. La udlicu el-leyl. Edlece yudlicu genço. Geceden evvelde hutbeden keyin da muntasıp leylin çık aralıkta yolmanganlarını edlece yudlicu derken ben geceden evvelde yollanmayım ben. Velakin ibtekir. Velakin etken onun durumdan. Şahit ya da velakinni nehir. İşte fail vez geldi. Demekçi bu şiirde muddeydim. Fail vezisinden nehirdim. Tegellifinin uzay sığımızı yay nispetten bir hacet kıldı değil. Hoş. Ve gayru ma eslebtuhu mukarrara alellezi yunqalu minhu muktusiradı. Hem de biz yukarıda dep ötken nesden başkası hemisi. Ve gayru ma eslebtuhu mukarrara. Yukarı baş ötken nesden ise mukarrer halette bu. Mukarrer bu, uğraştırılgan, resmi formulalaşkan, kaidlaşkan mesele. O kıyas kılışkın buludu. Alellezi yunkalu min huktusira. Hem bu yukarı kınayasının başkısı değil.
mush yuqorida urlashgan narsa, buningda gap yo'q. Ammo yuqorida urlashgan, yuqorida o'tib ketgan narsa boshqasi nima deysiz? Boshqasi bo'lsa, bu faqatla bu arab qarindoshlarimizdan naql qilindi degan naqli qilgan ta'sir qilindi ekan, shuni shaklandi. Bu naqli bu, bu simai bu. Bu qiyos o'ltimam. Biz arab qarindoshlar qandoq o'qigan bo'lsa, qandoq jami ham bo'lsa, azran qandoq nisbat bo'lgan bo'lsa, biz shunday nisbatlarimiz deb bu naql qilgan bog'lan. Buni yani simag'il bog'lan, simag'i mavquf bu dang. Bundan yoki oz yoki u bu ya bu xato o'qigan o'xshaydi deb bundaq o'ltimam deydi. Yuqorida biz o'rlashtirgan narsa hammasi muqarrar. Yuqorida biz yuqorgi narsaning hammasi biz bu muqarrar holda formulalashgan, bekitilgan holatda hammasi bekitilib bo'ldi, qoida formulalashdi. Mush narsaning boshqasi, yuqorgi narsaning boshqasi dedik. Buni simog'il mavquf, simog'il qarashliq deganlik bilan cheklandi. Arab qarindoshlardan naql qilingan degan gilam ixtisor qilindiki, qasr qilindi, cheklandi. Bu arab qarindoshlar meni o'qitgan, mushu meni nisbat berib ekan, mush vazning binoan, mush vazni kelgan bo'lg'ach yoki yoy nisbatdan biyojat bo'lib ekan, shunglashqa biz shu xilda qilib, til ahliga hurmat qilib, buni bu simakan deyli deb simog'il mavquf. Yuqorida o'tgan qoidalarning boshqasini kelib qoidani siltib kelib qolsa deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni inoyat bilan bugun an-nasab degan bu bobdan farq bo'ldik. Oldimiz hafta Alloh xolsa al-vaqt degan darsimizdan davomlashtirishni Janob Allohdan tilaymiz. Alloh murod va maqsadimizga dunyo va oxiratda orzu umidimizga yetkazgisi va yetkazishni Janob Allohdan tilaymiz. Bugungi darsimiz bu kifoyalanadi inshaalloh. Va oxiru davana elhamdülillahi robbil alamin.